Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hozir moda bo'lgan yangi bir kasallik shu vujudda topilayotgan nokompakt miokard deydi. Nekompakt miokard mana yangi tuqqan bir bemorimizda ko'rdik. Tug'ilgan keyin mana trabekulalar, повышение trabekularni deydi. Shu trabekularning kattalashi, yurakda ishib ketishi, fraksiya tushib ketishi, hanzirash, mana yurakda suv bor, o'pkasi ham suv bor. Ko'p odam o'sha peripartalniy kanalopatiya deyiladi, bu diagnostika qilinadi. Endi farqi bo'ladi mana bunaqa trabekulalar ko'pmi? Bu o'sha nekompakt miokard degan bir yangi bir moda bo'lgan hozir kasallik. Shu belgisi shu. Trabekulalarda, trabekula degani mana mushak tolalarining oshiqcha o'sib ketishi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga bitta like bosing, yaqin ulashib qo'ying.